Assalomu alaykum deymiz barchaga. Sog'lommisizlar? Musofir yurgan aka-uka, opa-singillar. Ko'pchilik aka-ukalarimiz so'raganda do'stlar, aka ish chiqaring, strokada ish bo'lsin, yotog'i bo'lsin, puliga, ishiga garantiya bo'lsa chiqaring deb. Mana sizlarga ajoyib ish, videoni oxirigacha ko'ringlar. To'liq ma'lumot olasizlar. Moskvada ish bor, adres Sholkovda. Paraterim blokini urib biladigan usta aka-ukalarimiz bo'lsa, mana sizlarga ajoyib ish. Bu yerda penoblokdan oson o'riladi deb aytdi ish beruvchi akamiz. Video ham tashlab berdi, ko'rasizlar videoning oxirida. Xullas narxiga keladigan bo'lsak, bu yerda narxi kubiga hisoblasangiz 3000 rubldan 3500 rublgacha to'lanadi. Kvadrati esa 600 rubldan do'stlar. Bu yerda yotog'i bor, besplatni, keyin forma beradi, besplatni. Iloji boricha dokument bilan dedi. Qolgan ma'lumotni ekranda ikkita nomer yozib qoldiramiz. WhatsApp deb bitta nomer yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqsangizlar, to'liq ma'lumot olasizlar, tushuntirib aytadi qayerga borishni. Hozirgi dalniy momentda u yerda 25-30 ta usta aka-ukalarimiz ishlayapti. Negativ kommentariy yozmasdan telefon bilan gaplashib, ish beruvchi akamiz bilan ishni borib ko'ringlar, o'rganinglar, aka-ukalarimizdan so'ranglar. Ish qanday bo'lyapti, oyligi qanday bo'lyapti. Har oyda 2 marta pul bo'ladi, avans, ya'ni oylik bo'ladi. Hozir u yerda yurgan usta aka-ukalarimiz kami 150 ming rubldan top 200-250 ming rublgacha pul olyaptilar. Agar kimni qo'ldan keladigan bo'lsa, sapqani qilyapti, paraterim blokini urib bo'ladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan ma'lumotni ekrandagi telefon raqamlaridan olaverasizlar. E'tiborlar uchun katta rahmat. Xayr, sog'lom bo'ling, bizdan uzoqlashmang. Kanalga yangi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'ying do'stlar.